Farid Usmon, Bobur podshoh. 11-qism. Uzun Hasanga omonlik berildi. Yodingizda bo'lsa kerak, fitna boshi bo'lgan Uzun Hasan Aqsa va Andijonni egallagach, Bobur oilasining eng yaqin kishisi, Boburning doimiy maslahatchisi Xo'ja Mavloviy qozini qatl etgan edi. Qatl etgani yetmay, uning qarindosh urug'ini navkarlarga rosa talatgan ham edi. Uzun Hasan va uning navkarlari minib yurgan otlar, ular kiyib yurgan choponlar Bobur va Xo'ja qoziga tegishli mulklar edi. Uzun Hasan va uning navkarlari bundan tashqari ko'p yaramaslik va buzg'unchiliklar ham qilishgan edi. Bobur bularni bilar edi. Boburning bek va navkarlari ham o'z narsalarini ular qo'lidan tortib olishni xohlashardi. Odat shunday edi. G'olib talon-taroj qilar, mag'lub talanar edi. Shuning uchun Bobur bularni talatmasak ne ayib bor? Xususan bizning ko'z o'ngimizda otimizni minib, to'nimizni kiyib, bizning qo'yimizni yeb yursalar, bunga kim ham chidaydi? Agar shafqat qilib tuttirilmasa yo talatilmasa, biz bilan harbiy safarlarda va mashaqqatlarda bo'lgan jamoatning hozir tanigan mollariga farmon bo'lsa-ki, qaytarib olsalar, shu bilan qutulsalar ham minnatdor bo'lishlari kerak. Bu mulohaza tezda ma'qul ko'rildi. Biznikilar o'zlari tanigan narsalarini qaytarib olsinlar degan farmon bo'ldi. Manzara ana shunday edi. Shunday qilib Uzun Hasan va uning navkarlaridan Bobur tarafdorlari o'z mol-mulklarini qaytarib olishga erishdilar. Bu siyosat to'g'ri qilindi degan qoniqishlar hosil bo'ldi. Ammo Bobur bu ish ma'qul va o'rinli bo'lsa-da, biroz shoshilishga yo'l qo'yilgan ekan deb yozadi. Eslaysizmi? Bir eslang. Bobur Uzun Hasanni nima deb qarg'agan edi? O'shanda Samarqanddagi tanglikdan so'ng Boburdan qochib Aqsaga borganlarni Boburga qarshi gijgijlagan, u haqida fitnalar qo'zg'atgan, Bobur tili bilan aytadigan bo'lsak, tuz-ko'r qilgurning o'zi Uzun Hasan edi. Ahmad Tanbal va Uzun Hasan tilni bir qilib, Boburga nisbatan yomonlik tomoniga o'tib olishgandi. Ular Boburning haqiqiy dushmanlariga aylanishdi. Bobur ularga qarshi muntazam kurashishga majbur bo'ladi. Ammo Bobur Uzun Hasan bilan ahdlashuv borligi tufayli uning jon va moliga zarar yetkazmaydi. Qiziqdi. O'sha davrda ahdlashuv degan narsa juda ham muhim ahamiyat kasb etgan ta'jubli holdir. Ahdlashdingmi, uni bajarish zarur bo'lgan. Bo'lmasam, Bobur Uzun Hasanni bemalol o'limga mahkum etsa bo'laverardi. Uzun Hasanning Bobur boshiga solgan tashvishlari, uning hukmronligiga yetkazgan zararlari shuni taqozo etardi. Bobur esa ahdlashuvga qat'iy amal qildi. Bobur Uzun Hasanning joni va moliga zarar yetkazmay, unga qora tegin yo'li bilan Hisorga ketishga ijozat berdi. Uning navkarlari esa ketishni xohlashmadi. Undan ayrilib qolishdi. Shunday qilib Bobur bitta katta tashvishni bartaraf etdi. Lekin hali ularning boshida yana bir tashvish bor edi. Bu ukasi Jahongir Mirzoni Bobur o'rniga qo'yish uchun tinmay kurashayotgan sotqin Tanbal edi. O'sh tarafga qarab qochgan, tez-tez Boburni bezovta qilayotgan Tanbal Boburning O'shga qarab kelayotganini eshitdi-da Andijonga qaytdi. Tezda Andijondan qaytib, Raboti Sarxang yonida Obida degan qishloqda to'xtadi. Bobur esa mavzuni egallab, Tanbalning inisi Xalilni 70-80 navkar bilan asir olib, ularni ehtiyotlab qo'riqlash uchun Andijonga yubordi va O'shning O'nji To'ba degan qishlog'ida qo'nim topdi. Bir yonda Tanbal, bir yonda Bobur 40 kuncha urush qilmay shu yerda turib qolishdi. Ammo ikki tarafdan baqir-chaqirlar, qisqa to'qnashuvlar bo'lib turdi. Bu orada qo'shini va egallagan viloyatlari ko'p bo'lgan beklardan Alido'st va Qambarallar Boburga Jahongir Mirzoni yonida olib yurgan Tanbal bilan yarashish kerakligini talab qila boshladilar. Noiloj Bobur bu taklifga ko'nishga majbur bo'ldi. Chunki bu beklar gapiga kirmaslikning iloji yo'q edi. Chunki ular ko'pchilik edi. Yana asosiy kuch ularda edi.
Axsi tomondagi viloyatlar Jahongir Mirzoga, Andijon taraflar Boburga taalluqli hisoblanadi. Ular shunga kelishgach, Jahongir Mirzo va Bobur Samarqandga birgalashib yurishga ahdlashdilar. Samarqand qo'lga kirgach, g'alaba ta'minlangach, Andijon Jahongir Mirzoga beriladigan bo'ldi. Ikki taraf shunga qaror qilishdi. Shundan so'ng Jahongir Mirzo va Tambal kelishib, ertasi kuni Boburga mulozamat qilishdi. Yovlashish o'z nihoyasiga yetgandi go'yo. Jahongir Mirzo va Tambal axsiga, Bobur Andijonga qaytishdi. Bobur Andijonga kelib asirlikdagi Xalilni, Tambalning ukasini asirlikdan ozod qildi. Ikkala tomon asirlarni bandalikdan ozod qildilar. Beklar sarpolar bilan siylandilar. Lekin Tambal hali fitnachi va Boburning asosiy dushmani edi. Bobur buni yaxshi bilardi. Lekin u bu asosiy ish emas deb mulohaza qilar, fikri yodi 140 yildan ortiq Temuriylar poytaxti bo'lib kelgan Samarqandni qo'lga kiritish, endilikda kambag'allashib, xaroblashgan shaharni obod qilib, Temuriylar sha'nini yana bir bor tantana qildirish edi.